Demak, sinf rahbari tomonidan sinf o'quvchilarini maktabga kirish loginini olish uchun sinf rahbari o'zini profiliga kiradi. Hisobotlarga o'tadi, hisobotlar bo'limi. Hisobotlardan maktabga kirish, kundalik kunga kirish bo'limiga o'tib, sinflarni tanlaydi va o'zini sinfini tanlaydi va hisobot qurish tugmasini bosadi. Mana bizada birinchi B sinf o'quvchilari ma'lumoti kelib chiqadi. Demak, bu yerda familiyasi, demak, bu yerda logini berilgan mana. Demak, o'quvchilarning familiyasi va logini, maktabga kirish logini bemalol sinf rahbari tomonidan o'quvchilarga berilishi mumkin. Xo'p, demak, buni yuklab olish mumkin. Uning uchun mana yuklab olish tugmasini bosamiz. Mana bizda yuklab olindi Excelga. Buni bemalol qog'ozga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi.